bir xat bo'lishi uchun darajasi 0 dan katta bo'lishi kerak. 0 bo'lganda ham x ning 0-darajasi 1 bo'ladi. Va shunda bir xat bo'ladi. Buning uchun 4 minus n ning qiymati 0 dan katta yoki teng olamiz. Bu ifodani tezlikda ishlasak, n ning qiymati 4 dan kichik bo'ladi. Ya'ni n bo'lishi mumkin 1, 3, 4. Demak, n ning 4 ta qiymatida ifodamiz bir xat bo'lalar ekan. Shuni eslab qolinglar, darajali ifodalarda daraja musbat bo'lsa, 0 dan katta yoki teng bo'lsa, bir xat bo'lalar. Shu shartga ko'ra ishlayapti. Birinchi masalaning javobi C javob bo'ldi. Ikkinchi misolimiz soddalashtirilmayapti. Demak, 3a kvadrat qavslar ochib olsak, qavsda oldida minus ishora bor, qavs ichidagi ishoralar o'zgarib ketadi. Plus 2a minus 1. Keyingi qavsda oldida minus bor, qavs ichidagi ishoralar o'zgarib ketadi. Plus a kvadrat minus 2a plus 1 teng. Soddalashtiramiz endi. 3a kvadrat bilan a kvadrat o'xshash xat hisoblanadi. 4a kvadrat bo'ladi. 2a bilan minus 2a ning yig'indisi 0 bo'ladi. Minus 1 bilan 1 ning yig'indisi ham 0 bo'ladi. Va demak javobimiz 4a kvadrat ko'rinishda qoladi. Bu a javob. Uchinchi masalamiz. Quyidagilarning qaysilari bir xat bo'ladi deyapti. Demak, bir xat bo'lish uchun sonli va harfiy ko'paytmasi bo'lishi kerak. Demak, shu qoidaga ko'ra mana a javobga qarasak, x ning kubi bilan y ning kvadrati ikkalasi ham algebroik ifoda, ko'paytmasi bo'lyapti, shuning uchun a javob bo'ladi. Endi mana bu darajadan minus bo'lgani uchun bo'la olmaydi, bular bo'lish bo'lgani uchun bo'la olmaydi, biz qatnashyapti, bo'lmaydi. Demak, bir xat bo'la oladigani a javob bo'lib qolar ekan. To'rtinchi masalamiz soddalashtiryapti. Demak, qavslar ochib olamiz. AB ayrilgan qavsdagi ifodaga ko'ra har bittasi qavsida har bittasi ko'paytiriladi. 2a qavsda minus bilan 2a ortda minus plus bo'ladi. Plus 6 mana 2ab edi. Plus 6a bo'ladi. Plus ab teng. Bu yerdagi AB bilan bu AB yig'indisi 2AB bo'ladi, bu yerdagi 2AB bilan qisqarib ketadi. Va natijada faqat 6A degan ifoda qoladi. Mana javob 6A D javob bo'lar ekan. Beshinchi masalamiz. Ifodaning qiymatini x 5 taqsim 4 bo'lganda hisoblangan. Hisoblashda avval qavsni ochib olamiz. Birinchi ikkalasini ko'paytirsak, x minus 6 ni x plus 4 ga ko'paytirsak, x kvadrat plus 10x plus 24 bo'ladi. Minus, endi bu ikkalasini ko'paytirsak, ichida x kvadrat minus 6x plus 8 bo'ladi. Qavsni ochib olsak, x kvadrat plus 10x plus 24, qavsda oldida minus bo'lganligi uchun qavs ichidagi ishoralar o'zgarib ketadi. X kvadrat plus 6x minus 8 bo'ladi. Endi x kvadratlar qisqaradi. 10x ga 6x qo'shsam 16x bo'ladi. 24 dan 8 ayrilsa 16 qoladi. Demak 16 x joyiga 5 taqsim qo'yilgan. Plus yana 16 teng. 16 bilan 4 ketsa 4 qoladi. 4 ni 5 ga ko'paytirsak 20 bo'ladi. Qo'shilgan 16. 20 ga 16 qo'shsak 36 bo'ladi. Va 36 degan bizda D javob keladi. 6-chi masala. Soddalashtirish uchun qavslar ochib olamiz. A ayrilgan 4a qavs ichida plus bilan 4 oltda minus bo'ladi-da, minus 16. Yana plus a minus 5 ko'paytirsak minus 5a, minus 5 ni plus 5 ga ko'paytirsak minus 25 bo'ladi. Teng. Soddalashtiramiz. Xo'sh, soddalashtirganimizda
A minus 4A minus 5A'miz. Minus 8A qoladi. Bu yerda minus plus A ham bor ekan. Shuni hisob qilmoqmiz. Demak, buni ham hisob qilsak, A gani qo'shsak 2 bo'ladi. Bular minus 9A edi, minus 7A qoladi. Minus 16 bilan minus 25imiz ikkalasi minusdan 41 bo'ladi. Demak, minus 7A minus 41 degan javob topishimiz kerak. Bu boshqa soddalashmaydi. Javoblar ichida bu javob